Assalomu alaykum do'stlar. Hammalarning Qurbon hayitlaring bilan. Bugungi videomiz biz Tojikiston tarafga qarab yura oldik. Siz bilan birga bo'linglar, kuzatib boringlar. Sangardagi tanishtiramiz hozir. Bak do'stlar, mana yaqinlashyapmiz Sangardakka. Qorni ichiga. Juda chiroyli joylar, kenglar do'stlar. Yangidan kanatlar ochilgan. Videoni kuzatib boringlar, hozir ko'rsatamiz. Like, podpiska maksimalniy. Tojikiston Sangardak. Yo'llar apasda ekan. Do'stlar, manzarani tomosha qilamiz. Manzarani qaranglar do'stlar. Buni lekin aytib tushuntirish qiyin. Bir marta kesalaring boshqacha bo'ladi-da. Video. Azıcık bana açık değil mi? Şuradan kısa böyle üstüne çıkıp alıp bakma diyor bak. Aslan. Dar kadr. Bak do'stlar, Sangardakka oz qoldi. Manzarani ko'ringlar, qanday chiroyli. Tog'lardan suv oqib turibdi. Tog'dan suv oqyapti-da. Juda chiroyli suv. Manzara. Mana shu yerlarga yashash kerak-da. Antena yo'q, hech kim bezovta qilmaydi. Ay olib yotasizmi? Kuzatib boringlar do'stlar, podpiska, like. Do'stlar, qaranglar qanday chiroyli joylar. Bu manzaralarni ko'rganlar bor, ko'rmaganlar bor. Mana qaranglar, tog'ni tepasi ko'rinmaydi. Bir marta kelib ko'rgan boshqa. Videodan ko'rgandan ko'ra. Yaxshi dam olish joylari bor, ko'rib tursangiz to'y qanday o'xshaydi. Do'stlar, yetib keldik. Mana shunday kanatlar bor. Ko'ryapsizlarmi? Kanatlar bilan tog' ichida yuramiz. O'ylarga chiqamiz, sizlarga videolarni ko'rsatamiz do'stlar. Podpiska, like, adreslar to'liq aytaman, qanday kelib, qanday chiqishlarni. Ko'rib turibsizlarmi do'stlar, qanday chiroyli joyga keldik. Mana shu chiroyli joylar uchun bitta like. Buyaqlarni qaranglar endi, mana buyaqlarni qarang.
kanatiga chiqib videoning davomida ko'rasizlar qanday chiqish kerak, qayerdan boradi hammasini tanishtiramiz. Manzarani tomosha qilamiz do'stlar. Qanday chiroyli joylar. Suvni qaranglar, qayerdan chiqib kelyapti. Tog'ning o'rtasida mana suv oqib kelyapti. Tog'ning ostiga joylashgan. Savdogarlar hamma bor bu yerda. Do'stlar, tomosha qilamiz. Pul yoq deydi, lekin hamma joyda yuribdi. Mana suvni qaranglar, qayerdan chiqyapti. Qoyilmisizlar? Tog'ning ichidan suv chiqyapti. Shunchalik tiniq suvlar. Oppa, mana. Qo'lingdagini qo'y. Tak. Do'stlar, qaranglar qanday chiroyli joyga kelyapmiz. Hozir mana shu yerdan bir yotadigan, o'tiradigan, choy ichadigan hamma narsasi ichida bir joy bor ekanda. Hozir shuni tanishtiramiz sizlar bilan. Kesalaring mana bu o'rtadan o'tgandan keyin salgi deta bir 2 kilometr yurasizlar. Yo'lning chap tarafiga juda chiroyli joylar joylashgan. Anchalik o'rnalashasiz. Lekin bu yerga sharoit bo'lgan bilan hamma narsani o'zi olib kelish kerak. Bozorliklarini qilib, yeb-ichlarlarini olib kelsa, men o'zim birinchi marta kelishim. Ana manzara, mana manzara. Hamda mostdan kim o'tgan? Mana shu mostdan o'tishga harakat qilamiz. Xil ko'pirik yog'ochdan bo'lgan. Agar tushib ketsak, ketga vaqtmana qarab. Chiqishni o'zi bilmayman nima bo'lib qolaman. Mana qaranglar, voqib o'tdi. Yo'lki drava. Mana shu ustiga o'tishga harakat qilaman bu yerda. Ha, ketdik mana qaranglar. Ne yoqyapti mana shu manzaralar. Bu jannat makon joylar. Yashanglar shu yerdan ketmay. Tomosha qilinglar mana. Shu yerda bir dacha bor deydi, dacha bilan tanishamiz. Ha do'stlar, qaranglar qanday joyga kelyapmiz. Yerga kelmagan chekkada yurgan og'aynilarimiz. Sharoitlar bor mana. Yotadigan joylar bor. Haqiqat. Videoni kuzatib boringlar, maksimal like, podpiska. Xudo xolasa kanatiga chiqqanda chotki qilib ko'rsatamiz. Qayerdan qanday chiqishlarni ko'rib olasizlar. Tak do'stlar, mana shu joyga ko'p joylashdik. Mana shu yerdan kirib keladi. Mana shu dacha. Mana shu ichkarisiga mana joylar.
tepaga joylashdik. Shunday soyni bo'yi. Odam ko'p. Ko'ryapsizlarmi, soy qanday yoqdi. Olib yerga cho'milamiz. Sizlar tomosha qilasizlar. Ana. Yaxtay soy tepadan kelyapti. Bu manzara endi boshqacha. Hozir endi joylashdik. Xudo xolasa bir obed ham emas, ujin ham emas bu. Endi ertalabdan beri ovqatlanmadik. Bir ovqatlanib olib, shundan keyin sekin kanatniga boramiz. Manzarani zo'r shu yoqda. Videoni oxirigacha kuzatib boringlar. Juda ham qiziq narsalar kutmoqda sizlarni. Mana shunday dacha. Dacha zo'r ekan lekin. Mana dachani oti Jasurbek dam olish maskani. Nomerini ham ko'rib turibdi. Nomerini telefon qilib kelaverasizlar. Jada chiroyli dacha ekan. Karavatlari bor, xonalari bor. O'tiradigan. Chiroyli joy. Tepaga joylashdik. Produktdan olib kelsang, ovqat qiladigan joylari ham bor ekan. Juda chiroyli, toza. Mana kelasizlar, xohlasang xolodilnik bor. Go'shtlaringizni solib qo'yasizlar ichiga. Mana shu yerga xohlagan qozonda issiq suv oqib turibdi mana choyga. Dahshat. Idishlar mana hamma idishlari bor. Xohlasang yuvasizlar, boshqa qilasizlar. Ana shunday manzara do'stlar. Mana yoqda ham bor shunday manzaralar. Hojatxonalar shu yoqda ekan. Borsa bo'ladi. Tog'da ostim. Shunday chiroyli manzara. Ana shunday joylar do'stlar ko'rdilaring. Yana mostga yetganda o'ngga burilasizlar. Ana shu lestsadan chiqib, aynan bir joylashgan joyimiz bor. Endi manzarani aytib yetkaza olmayman, bu kelib ko'rmaslarning hisobi emas. Aynalarning hamma joyi dacha bo'lib yotibdi. Mana. Hovlisi. Bak, mana shunday joyga joylashdik. Mana shunday kattaroq joy. Dam olib o'tiraveramiz. Yotadigan kravat, отдельно xonalari ham bor. Xona ham ko'rsataman. Dam olayotgan joylar yaxshi. Videoni kuzatib boringlar, like, podpiskani ayamanglar. Davom etadi videomiz. Mana o'rinlashgan joyimiz bu. Xudo xolasa, nimlama bizlar bular. Birinchiga, ikkinchiga shashlik. Kelaverasiz, mana shunday joylar bor. Qilaydigan. Mana soyani hamma narsani shayab pishib. Hammalarning Qurbon hayitlari bilan. Bugun Qurbon hayit bayrami va ikkinchi kuni. Og'ir Qozog'istondan keyin. Og'ir Qozog'istondan keyin. Ana dachaga joylashib sekin endi dimlama qilishga nima kerak bo'ladi? Misol go'sht, bolgarskiy perets, pomidor, piyoz, kakabichi, bezin deb yoqat kerak. Kartoshka. Dimlamani eng shirin chiqaradigan narsa karam. Ikkinchimizga birinchiga shashlik, ikkinchiga dimlama. Mana ko'rsatgan joyi, shunday kesalarning yaxshi o'tiradigan joylar bor ekan. Mazza qilib yana manda o'qib kelgan bitta like bosib cho'tib qo'ysalaring, podpiska qilib, hammasi yaxshi ketadi. Tak, shashligimiz mana shunday ko'rinishda do'stlar. Go'shtlar juda kichkina qilib kesilgan.
Bu marinad juda yaxshi marinad. Pishishi ham tez bo'ladi. Mana shunday ko'rib turganlaringdek shashlikchi Italiyadan kelgan. Abunazar Dorsi. Mana shunday. Endi manzara dahshat. Tojikiston Sangardak. Biyo bache, biyo. Tak, do'stlar, dimlamamiz bir qaraylik. Sizlarga sog'amni ko'rsatmadim-da, hozir endi buni cho'tkib qo'yibmiz. Qani qanday pishib turibdi ekan. Oh, hidi уже вообще огонь. Bismillah. Basta sekinlik bilan pishyapti. Azizim bitta qoshiq berlar. Tak, tuzini ko'ramiz endi. Короче, огонь. Tuzu cho'tki. Hamma yoq cho'tki. Yurtda. Odamlar. Hey do'stlar, manzara lekin вообще. Quyosh tushmaydigan joylarda. Anaqa tushib turibdi endi, kommentariy yozib quyosh tushib turibdi demang. Ustrinjaga tushmaydi quyosh. Moshni. Kelinglar, dam olib ketinglar. Cho'tki joylar. Tak, shashlikchi nima bo'lyapti? Pomidor shashlik turi bor. Endi bugun bayram avjida endi. Iftaroy hamma narsa bor. Xudo xolasa cho'milamiz, soylarimiz. Shashlikimizdan bir narsa devoring endi, shashlikchi ham aytishdi Amerikadan kelgan, pat zakaz. zakaz bilan kelib pishiryapti mana. Agar mana shu bolani nomerini qoldirib ketaman, uylanmagan bola, telefon qilsang bo'ladi shashlikchi. Tayoq yeydi bugun. Bugun tayoq yeydi. Точно. Shashlikchi. Tak, mana shunday ko'rinishda chiqdi. Divansta yastig'i yo'q, shuni olib turdim. Bordi. Hammaga yoqimli ishtaha. После плотного ужина deydi-ku. Nat keldik mana kanatniga. Chiqamiz. Mana Sangardak tog'ni ichiga mana do'stlar. Tog'ni ichiga. Tog'ni ichiga mana kanatmi? Bu narsalar haydaysizlar. Hey! Samsa qilamiz. Mana shu joydan. Amoyim. Bu bilet oladigan joy bo'lsa kerak. Tak do'stlar, bir bilet 60 ming so'm. Yosh bolalarga pul olinmaydi. 68 yoshdan qanday bo'ladi? Tak, biletni baho 80 ming so'm ekan bitta kishiga. 4 yoshgacha bepul, qizimga bepul bo'ldi. 68, 60 dan o'tganlarga 50%. Ha, shunday ekan. Qolganlarga 80 mingdan. Mana shunday chiroyli joylar. Krasavlik. Maskaratga chiqamiz, tomosha qilasizlar.
Так, do'stlar, mana kanatniga yetib keldik. Esma иди сюда, Esma иди сюда. Стой здесь. Так. Вот это канатный. Так, tog'ni ichida kanatni. Вау, это красиво! Эсма, иди сюда. Эсма, Я видела. О, вау, смотри, вау. вау, Какая красота. красивая такая. А я даю. Вау, это красивее. Мама, я не упала. Это красивее такая. Папа, съемка сделает. Тихо, потише. Manzaraga baho beringlar, manzaraga. Qayta shunga chiqib anavi qilaman, bir tushirmayman buni. Tudo aí, cada pedaço de feijão. Água, estamos a ser sabida. Chunki shashirandagi odam bo'laman. Mana qilaman ya, xursand. Shundan bilib o'tiribdi. Ух ты, Esma. Это красивее такая. Тебе понравится, да, дочка? Bingo não tem espaço. Só quando diz um, tem mais Пустой. Ona qarang. Chiqmasang, qolib ketaveradi. O'tiraveradi. Bu manzaraga baho beringlar. Tog'dan suvoqlar. Mana ona tog'dan tushyapti, suv ko'ryapsizmi? Sangardak, Tomosha qiling, do'stlar. ballarni o'ylamang. Ух ты, Esma. Ha, nasib bo'lsa keladi yozda oxiriga. Video olaman deb go'zallikdan faxr ololmayapman, bir go'zallik tomosha qilaman. Tomosha qil. Videolar. Endi do'stlar, bu aytib nima deydi, ta'rifga til ojiz degan. Agar bir kesalaring mana shunday maza qilib. Ha, mana yoqdan bemalol chiqsa bo'lar ekan, yana kuzatdim ey boshidan. Ey, zebo qarayni ket. Qanday? Ey, chiqsa bo'lar. Krasota, voy, bunday chiroyli. Mana eng pastlik joy. O'ynashni qaragan. Komad молодец. Saslar suvni qara qanday loyqa. Loy, qip-qizil suv tushyapti, u qara. Qayerdan kelyapti? Aniqdan kelyapti. Сигма. Ой, Men shu tog'ni arasidan kelyapman. Tuprog'i ham qip-qizil ekan. Shu to'prog'i ham qip-qizil. Shuning uchun Qizilda shu suv qizil uchun ikki tomonlama qizilib qoladi. Qizil chiqib ketdi. Oradan tushib kelyapti, tepadi. Konditsioner. Ha, konditsioner ham bormi? Konditsioner ishlayapti. Tepadan tushib kelyapti. Ana orasidan. Mana yerdan suv oqayotgan ekan, mana qaranglar. Qanday chiroyli. Папа. Bank biraz. Основатель Turonbank. Sen tushirmaysanmi? Tushirdim ona. Yana tushir. Tomosha ham qilay. Tak, mana yerda mana dachalar bor, xohlaganlar va tepaga chiqib olsa bo'ladi mana.
Kelasizlar. Dachami? Qaytib chiqarıyorlar. Mashina bilan. Ancha tamom ketsa bo'ladi. Ko'ryapsan? Ha, dachalar qarang, mayda mayda zo'r ekan. Spielplatz. Spielplatz. Вау, это красиво. Там flowers. Meklon bitib qoldi. Shunaqa bo'ladi. Oh, ochildi bir yutum. Вау, там котик рисовать. Наград, там котик. Ha, Antini zo'r chiqar ekan. mana kiradigan joyi shu kirib Bundan yaxshi ekan karuseldan. tomosha qilib qaytib ketsa bo'ladi. Tushib aylanib yana shu minamizmi? Yana shu to'lanadi. To'lanmaydi. Voy, omansiz. Turing. Tak, do'stlar mashina tushiladi. Keyin tushgandan keyin mana ko'ringlar kartasini. Qanday qayerga joylashgan. Lager bor xohlovchilarga, bolalarga mana. Qoya sarguzashtlar lageri. 7800 metrda joylashgan. Sharsharadan zavqlanish joyi. Xullas kalon shunday chiroyli kartalar bor. Mana bu xuddi mana shu dachalar turibdi, bor. Mana shu dachalar. Kelib namab ketsa bo'ladi. Qimmat emas, 80 ming so'm. 68 ga kirgan 4 kishi kelsa bepul ketadi. 60 dan oshganlar. 8 dan ham pul to'lamaydi. Tomosha qiling, like, podpiskani ayamanglar bizlar. Qanday sakraydiganlar bor. Yuragidan o'tib borlar, marhamat. Ustalaring bo'ladi. Sizlarga yaxshi maslahat bersam, yozgi kunida 40 gradus issiq hozir ko'p joyda. Lekin juda sovuq. Qalin kiyinib kelinglar, do'stlar, qalinroq kiyinish kerak. Hammani og'zida shu gap sovuq ekan, yo'qa kiyinibsiz degandir. Qalin kiyinmasalaring sovqatasizlar. Endi bizga o'xshaganlar biz sovqatmaydi. Bolalarga qiyin ekanda. Bolalaringizni qalin kiyintirib kelinglar. Mana shuncha uzoq. Haqiqat manzara. Ta'riflashga til ojiz. Endi nariyoqqa ham borsa bo'ladi. Mana yerda marshrutkalar bor ekan unday. Turibdi. Shu marshrutkaga miniladi. Olib borib sharsharani ko'rib turibsizlar, shuni ostigacha borar ekan marshrut. Shunga borib sharsharani ostidan qaytib mana degan minib tros bilan kelsa bo'ladi. Adrenalin emas shu yerda.
Bak shuncha keldik tepaga chiqay endi. Do'stlar. Birdan ko'rsatib ketayim. Я сейчас упаду. Я сейчас Yolki-palki. Yolki-palki deyman, yolki. Yana ham tepalik chiqamiz. Shara. Mana biz izlagan sharshara bana nihoyat yetib keldi. Tog' ustimizga turibdi. Esma qo'lini. Boshla. Bu yomg'ir mo'jiza qayerdan kelarmish o'zi? Kudra. Mana shunday. Kep ketishlarim mumkin mana shu yerga. Nima uchun sovuq deymi? Mana yerda qor yerimaganda hozir. Qor. Qarshisiz. Tak do'stlar, biz bo'ldik. Mana tepani mazza qilib aynalib. Asta sekin qaytyapmiz orqaga. Bismillah deb. Kechki ko'rinish. Bir marta kelish kerak edi beri. Yana kelamiz yana. Bak 20 broilerdan keyin. Tak. Kichkina bacham meni. Yarim. Bunda qo'ytirmadim. Tak do'stlar, mana boyagi sharsharani suvi mana shu yerdan oqayotgan ekan. Ko'rdilarmi? Ha, mana o'sha sharshara Sangarda ko'zi bor ko'zi. mana pishib chiqqan qara. Bu o'masda, bu sharshara naryoqda. Bu ham bir mo'jizaga qarab tog'da o'rtasidan suv chiqqan. Peshi. Bu kanatnini italyanlar qurgan ekan. So'rab bildim. Buni ko'rish uchun bularda vertolyotga iltimos qilish kerak. Ko'l bo'lsa kerak, ustiga qarab, ana tushadi bu suv. Значит, ustida ko'l bor. Ko'l bor. Qayerdan tushadi? Bu qor bo'lganda to'xtab Shunday sharsharalar suvlari yoqda chiqib borasan-ku, o'sha ustida Shu yerdan ham suv oqyapmiz. Tog'ni teshib chiqqan suv. Zinasi chiqadi, zinasi. Nelar chiqmayapti? Manzaraga boqaveramiz. Siganmi-ka? Ustingizga siydi. ana o'g'asigan bo'ylar mingan mashinamizni sidina. Siz nima qilsa, ochib bitta to'sib olsangiz siyadi. O'zi qanday qiladi sizda? Shunday qilar ekan, ha. Bilmagasizlar. Biz moshinga sezmay qoldik. Karuseldan ham zo'r ekanda bu minish. Karuseldan, lekin karuseldan men qo'rqaman. Men tushib qolaman ko'zimga. Ko'rmaganlar diqqatiga kelamiz, tomosha qilamiz. Juda chiroyli. Taassurotlar boshqacha ekan. Mana boryapti yana. Ana ikkita
Tadına yoklar. Ya ve qancha odam ko'radi. Uzoqlashmaylar deb qo'yapsizlar. Oz bola odamlar Mana tutoyirdi. kim tushiradi ularni? Ular tushmadi. Endi to'xtatsa kerak. Kinolarga bir marta qolib ketdi. Keyin boyagi mana bular ushdi-ku, ana shunga ham osilib qolib ketdi. Kechki bozor ko'rinishi. Hamma narsa bor mana. Короче, bir informatsiya chiqishga 80 ming so'm to'laganda qaytib tushish bepul. Gazel bilan olib boradi, teparoqqa aylantiradi, qolgan ishlarni qilasizlar, xohlagancha yurib, qaytish bepul ekan. Bir bilet bilan chiqib tushasizlar. Qimmat emas. Birdan bitta gaplashib, qizim katta dedi, beramiz Moshindan beri hech bitmaganmi? Ha, yo'q. Yerga qo'yib qo'ydik. Yetib keldik. Kelgusi videolarda ko'rishguncha sog'lik, salomatlik hammaga. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik deb qolamiz. Sog' bo'ling do'stlar.